Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan qanaqa qilib mishkani kursorni o'zgartirishni o'rganamiz. Ya'ni shunaqa paytlar bo'ladiki, biror bir saytga kirib qolsak yoki biron bir boshqa kompyuterda uchratib qolsak, u yoqda mana bu mishkani yuradigan sichqonchani, ya'ni tugmachasi boshqacha bo'ladi. Demak, buni biz o'zgartirishimiz uchun mana bu saytga kiramiz. finkustomazi.com. Siz ko'rib turgan videoda albatta bu ssilka bo'ladi pastida. Demak, Mozilla xohlagan bir brauzerni ochamiz va saytga kiramiz. Ko'rib turganingizdek, hozir bizga sayt ochildi. Bu yerdan Explorer so'zidan Cursors'ga bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda juda ham mishka, ya'ni kursorlar juda ham ko'p. Xohlaganingizcha tanlab qidirishingiz mumkin, ya'ni o'ziga yoqqanini olishingiz mumkin. Bu yerda xohlasangiz, kim igraga qiziqsa igrovой bor, kimdir boshqa narsaga qiziqsa albatta topsa bo'ladi. Har xil. Yana bu yerdan eng populyarnisini ham topsangiz bo'ladi, ya'ni eng ko'p skachat qilinganlari populyarni. Demak, ko'rib turganingizdek, bu yerda eng chiroylilari ham chiqyapti. O'tkazib ko'ramiz. Endi savol tug'iladi, qanaqa qilib buni o'zimizga ustanovit qilib olamiz? Ustanovit qilib olish uchun albatta bizga birinchi bo'lib programma kerak. Programmani Explorer so'zidan mana bu kursga olib kelganda mana bu yerdan download so'zi chiqadi. Download bosamiz. Bu yerda platniy turi bor va besplatniy bor. Albatta bizga besplatniy kerak. Besplatnisini skachat qilib olishga bosamiz. Bu yerdan sizda haqiqiy email adresingizni so'raydi. Haqiqiy email adresingizga ssilka boradi. Men hozir haqiqiy email adresimni yozaman. Mana yozdim. Endi yuborishga bosaman. Download so'ziga. Demak, emailingizga ssilka ketdi deyapti skachat qilib olish uchun. Endi men emailga kirishim kerak. Pochtamni ochaman va bu yerda haqiqatan ham ssilka keldi. Demak, download so'zi mana keldi. Bosamiz. Demak, yana download va avtomatik skachat bo'ladi. Programmani men рабочий stolda skachat qilib olaman. Ya'ni рабочий stolda qulay ko'rsatish ham. Mana programmani o'zi. Qanaqa qilib ustanovit qilish? Bu juda oddiy. Ustiga 2 bor bosamiz. Yo'q. Запустить именно администраторskiga qo'yamiz. Далее. Так. Agre, Next va автоматическая установка bo'ladi. Demak, finish. Programmani ochish, ya'ni ochamiz. Mana ko'rib turganingizdek, programma ochildi bizda hozir. Programma ruscha. Endi hozir programmani o'zida ham mishkalar bor. Ya'ni programma o'zida ham kursorlar bor mana bu yerda. Xohlaganimiz tanlab olamiz. Menga mana bu juda ham yoqadi. Demak, priminit so'zga bosaman. Ko'rib turganingizdek, mishkam juda ham o'zgardi. Mana bunaqa. Masalan, biroz saytga kirib yo'q. Sayt shart emas. Xullas, mana bunaqa bir effektga keldi. Endi bu yerdan boshqasini tanlab ko'ramiz. Mana buni priminit so'zga bosaman. Ko'rib turganingizdek, mishkamiz bir boshqacha turga o'zgaryapti. Keling, eng chiroylilaridan birontasini ham tanlaymiz. Menga mana bu ko'proq yoqadi. Mana ko'rib turganingizdek, mishkamiz o'zgardi. Demak,
Endi hozir bu yerda nafaqat mishkalar, balki effektlar ham bor. Ya'ni effekt, zvuk, ya'ni har xil ovozlarda ishlatish mumkin. Hozir effektga qo'yib ko'ramiz. Uzr. Bu yerda biror bir effektni tanlayman hozir men. Keling, mana shu yonib turadigan effekt qo'yamiz. Demak, effekt. Najot knopka. Mana shuni bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mishkamiz rangi o'zgaryapti. Preminent qilamiz. Yo'q. Negadir bu mishkada ishlamadi. Xullas, har xil narsani sinab ko'ramiz. Zvuklarni. Mana bosgan payt zvuklar o'zgaryapti. Demak, bu yerda mishkani rangini o'zgartirsangiz bo'ladi. Xullas, bu yerdan parametrlarda endi mishkani, ya'ni o'zimizga yoqqan mishkani qanaqa qilib ustanovit qilib olishni ko'ramiz hozir. Demak, saytga kiramiz. Mana bu saytga Explorer dan kursor cross. Demak, bu yerdan bironta bir mishkani hozir o'zimizga skachat olamiz. Populyarnidan. Demak, keling. Hozir ko'ramiz. Qaysini tanlasam ekan? Demak, mana shu mishkani tanlaymiz. Download so'ziga bosamiz. Сохранить. Demak, faylni сохранить qilib olgandan keyin olib chiqamiz buni. Endi mishkani ustanovit qilish uchun новый paket so'ziga bosamiz va bu yerdan kursorni tanlaymiz. Fili open bo'lgandan keyin skachat qilib olgan kursorga bosamiz 2 bora va ko'rib turganingizdek ustanovit bo'ldi. X so'ziga bosamiz. Demak, hozir qaytaramiz yana o'sha holni. Bizda mishka hozir o'zgarmadi, ya'ni kursor. Tak, новый paket. Fili open. Skachat qilgan kursorni ochamiz. Endi bu yerda hozir biz yana fili so'ziga bosamiz va Apple mana bu so'zga bosamiz. Endi hozir mishkamiz o'zgaradi. Mana yangi skachat qilgan mishkamiz. Ko'rib turganingizdek, bu juda oson. Mishkani o'zgartirish. Menimcha video urok sizlarga yoqdi degan umiddaman. Sog' bo'linglar. Keyingi video uroklarda uchrashguncha xayr.